200yuli sadasi.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklov shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklov shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklov shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak yo'li sadasi programmasi. Ben riyasetçi Ümitvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Ipak yo'li sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat, her ailege söygü tarat.克里木残菊，去到边上。 零星时种下了一颗葡萄，果园的姑娘哟啊那儿还有精心培育着绿色的小鸟。好的嘞。 血水把它浇灌，搭起那藤架，让阳光照耀。葡萄梗儿扎根在沃土，长长藤儿在心头缠绕。 长长的藤儿在心头缠绕。 Xinjiang
谢大家的掌声啊！哇，老师都转身了，唱得太好了。非常的开心啊！再一次来到咱们丝绸之路之声啊，这个舞台我特别的喜欢，因为它在传承着我们新疆的民族音乐，更是让我们世界的朋友新疆特色的一个舞台啊，展示我们新疆音乐文化的魅力啊！所以我今天也选择了一首这样的经典的民歌，这首歌叫《吐鲁番的葡萄熟了》。这首歌是我儿时的记忆的歌曲啊，我父母这一辈一直到我们这一代，我们都在听他们唱。在这个过程中，我从事了音乐以后，所以这首歌对我来说意义非常的重大啊。然后呢，那个时候在我学音乐的时候，第一次听到这个版本是刀郎老师。对，因为刚刚我唱的这个版本也是刀郎老师的版本啊，因为他演唱了这首《吐鲁番的葡萄》以后，我觉得，我更加的热爱家乡了，更加的要学好音乐，更加的要把我们的新疆的音乐文化要传承好。所以我今天要来到这个舞台，继续的宣传我们的新疆啊，把这份激情和热情带给我们现场的观众朋友们。祝愿我们的丝绸之路之声越办越好。感谢老师，很佩服。谢谢王老师，这是我们节目对您的小小的心意。谢谢。感谢您来到我们第8届纳热尔提丝绸之路之声，也希望您的到来给我们带来一个好运气，也希望给我们节目锦上添花。谢谢你，谢谢。感谢，我是歌手王新鹏，谢谢你们，继续的支持这档优秀的节目。我们会继续传唱下去，谢谢，感谢王老师，感谢。 Undaq olsa, hazır sahne çıkıdığan mayırımız 1975. Salam mikro aldiki do'stlar. Men 8-qarar İpek Yolu sadasının mayırı Mahmud Muhammed bo'laman. Mening bu qitimqi programma qatnash maqsadim bo'lsa, o'zimni sinab beqish va ustozlarningki ta'lim tarbiyasini elish. Gözlerin yanım mestane kıldı, özünü bestan efsane kıldı. Gözlerin yanım efsane kıldı, özünü destan efsane kıldı. Bu bırak beni yeksane kıldı, ne itayet Bağıştırın. Çarap anlayın. Bu pırak beni yeksan kıldı, ne itayetke mubtala buldu. Muz gibi çak çak kalbim erildi, sığınış işim kanga örüldü. Muz gibi çak çak
kalbim yerildi. Sığınış içim kanğa örüldü. Barça mevcudat sendek göründü. İşkında yangan nur ziya buldu. Barça mevcudat sendek göründü. İşkında yangan nur ziya buldu. Saçın niye kamça kıldın canımga. Seni tanıyamay yürüdüm bariyemga. Saçın niye kamça canımga. Seni tanıyamay yürüdüm bariyemga. Kalmıgen yavrey sen uvalıyemga. Sermedin mehliya buldum. Kalmıgen yavrey sen uvalıyemga. Servilgin mehliya buldum. İhtimal yoktu etiga bu can. Bana bir merte kılgına yeksen. Külbem sayende buldu sahip kan. Onun veznedin culcula buldum. Külbem sayenge buldu sahip kan. Onun veznedin culcula buldum. Onun veznedin culcula buldum. Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Dara Sütçilik Cheklik Mas'uliyet şirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam hürmetlik bağlıqçı ustazlar hem ikra aldiki barcha qarindoshlar, azırq vaqtingiz xayrlik bo'lsin. Men Kelpindan kelgan Mahir Mahmud Muhammad bo'laman. Bu ijodiyat o'xshaydi. Abdul Sattar ustozningki Ijodiyatda bek chiroyli naqsh bo'libdi. Ondan keyin men shu oxirdaroq o'rilma deb avjinik bir ko'ray deb oxirda o'rildim-ku. Avjinimi bek chiroyli
Hele bir xil tatlık aldı ya evcini. Sizga o'xshash shunda shu yumshoq aytadi Bu ekan. nakşının evcisini işte bir azadi iliştigen anlıqçılığımı rahat. Eğitkoçum özü bir rahat alıdı o ya adette. Sal jiddiyleşip o'zimni nima Ya yaxshi etdingiz, shunday yaxshi. Onadaki siz ana şu oturuşunuz, kiyinişiniz sorunda o'tagandeklar mayli. Xiyaldi yo'q. Ba tövelik tamaşa bilmeyisiniz diyor, endi aytib etdingiz bunda qarsam. Pek chiroyli aytdingiz. Bir xilliqi. Men naqshingizni anglab shundayliqi abayoqi jiddiylashgan badallarim shundaq o'zini qo'yib berdi-da. Bu bir xilliqi sehrlangan bir xil tas bundaq jinjaga ketish. Balkim siz es qildingiz, es qilmadingiz. Naqshchilar portlab turib aytadigan naqshi bor, jonliq, kuchlik aytadigan naqshlar bor, vaqirab turib, chiqirib turib aytadigan naqshlar bor, ammo sizga o'xshashmishdan yumshoq, qattiq, yumshoq ilib, shtaq adamning bir xil yo'yi demdiq. Mushundaq ovozda kishining quliqini bezar qilmaydigan mushundaq ovozda tutlar bilan naqsh o'rindash bu sizning bu xil san'at ijroingiz shundaq yoqdi menga. Men bek yaxshi ko'rdim bu xil hissiyatni. Kapten ko'p rahmat. Va naqshininki tuni bek tuvanki. Evcisininki bir taraf qilish usuli masalan geliqi shundaq hisob naqshini aytirganlarning bu necha xil bir taraf qilish usuli bor. Harfni ya ba'zilari ichib deydi, ba'zilari yig'ib deydi-ku, ba'zilari bekma uchiq ichib etmayindaq har xil usullar bor. Ammo siz shundayliqi odamga beradigan tuyg'usi ajoyib rahat. Aş bişini anglapla bunu ayıq 100% çıkıdı deyiş babaymış bir şeyde oturuşup evcini anglap bakal deyiş baktık bir-birimizge ondan keyin yo'q bu balın avaz 100% çıkıdı dedik. Emniyet yuqori naqsh etmoqdan tuvan naqsh etmoq bek tez-ku. Şuna sizinki tuvini olsun, o'ttiri olsun, yuqori olsun hammasi yaxshi bo'ldi. Şuna hisobda hamma muallim sizga o'rindiq aylandi deb shapkin egiz kudret deb bizga madad beradi. Rahmat, sağ olun. Menga qilsam bo'lamda? Bo'ldi, ishkisiga bo'lmaydi. Şahsen ben bizden gruppa kirişinizde kızgın karşı alıma bizden ama küçlük boğan muşu ustazlarınki okşaş töndüylerimiz ba sağlametçilik bolsak, amançılık bolsak keyinki kademlerde çokum arkadaşlardan yaxşı yol menip gitimiz. Rahmat ustaz, rahmat. Köp rahmat. Rahmet. Rahmet o'tmamiz sonra. Ne o'tasınız? Ben örtüsem bularını. Kopap talasam alalaydı iken ben. Sen nima qilibsan naqsh aytgan bolalar eli yurib abay shukronga kechilik qilib dedi. Bu ikkisining hisobda asosan uslubi bir-birisidan gapni ochiq deymiz qilishmig'idek aytadigan bolalar ekan bu hisobda. Shunday emasmi? Endi sen mencha mush uchimizdan birisiga ba. Sango ketmedi taqib shunday o'zi ba. Ahmad Mehmet bu pishqan naqshchi bu. Menga shunda ta'sir berdi. Ba hozirgi ugunayotgan naqshchi emas, pishqini mavu. Onda olgandan keyin men uni his qila olayman. Ash evjisi meni og'rig'imni chiqadi-ku. Men ashirni olayman deb o'tdim. Sumush bo'lmam buyurdi. O sizga bergan bilan kalpindan aka azroq chamg'oz va uni men bilib o'zini sizga. Siz uydan chiqib shu ipak yo'lga manganda ko'nglingiz pukka admingiz borda? Albatta. Hani men o'zgarmay shu ish menga bersangiz. Rahmat. Barcha ustozlarniki bergan fikrlarga shunda qo'shildim. Men ham shay qo'llab kelgan ota-onamdan tortib yaqin aloqalarim Birga kelganman. Kasbdoshlarimdan tortib shunda qo'llab hozirgacha mishagich keldi. Shunga hammanglarga rahmat. Urug' tuqqanlarimga ikra oldi do'stim rahmat do'laymish mush fursat do'stim. Oxirida o'zimning ko'nglim pukkan ustoz bo'lsa Narat. Ya agash qanday ahvol yaxshimi? Nima mangdam? Nagmag'amiz adashmi shu Naratning subsitlarini ilib o'g'imag'dimga. Ya men shu mana ayolim biljirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar men subsitni yaxshi ko'rdi. Shunishlarni ilib mangdim adashmayman. Adash, uni so'manglar shu bizning cho'nglarni ko'nib oldi da. Yaxshi ishlab demasman da. Endi qopaplam. Shu. Yaxshi ishlab demasman. Payza. Bulda. Ma'qul. Narat Ömerca Alım Ustaz. İpek yıldız sadası, suygunun çiğnası, kuş havasla seylası, İpek yıldız sadası, İpek yıldız.
maharet gösterdiğin mayırımız 2016 numurluk mayırını sahneye teklif etimen. Salam, 8 qarar Narat İpek Ustadası programmasının aziz görürmenleri, menki Erpat Abdücelil'den sizlerge salamlar bolsun. Bu qitimki programga qatnaşdiki asaslık maqsadım özümdeki en çıraylık bolgan naqşlarimni barchalarning huzuriga sunish. Flamenco. 爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动我。对你的思念，是一天又一天，孤单着我还是没有改变。美丽的梦，何时才能出现？亲爱的，好想再见你一面。秋天的风一阵阵的吹过，想起了去年的这个时候，你的信到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有看中过。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我最需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动我。对你付出了这么多，你却没有感动我。Adaş, qanday ahval, yaxshimi? Nima mangdam? Nega mangamiz adashmi shu Naratning subsidiyarini elib o'yga mangdimga. Men shu mana ayolim bildirgan tamlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar men subsidiyani yaxshi ko'rdi. Shuni elib mangdim adashmayman. Adash, uni so'manglarmi shu bizning cho'nglarmi ko'nib oldi da. Yaxshi ishlab demasman da. Deganda qopaplam. Shu. Yaxshi ishlab demasman. Payza. Bildi. Ma'qul. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyet şirketi Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam, barcha aziz ustozlar, aziz ko'rmanlar. Hammangizlarga mana shu vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Menki G'ulji shahridan Arafat Abdujalil. Sizlarga o'tliq salomlarim bo'lsin.
Ben yakalay bu enim ya bek hissiyat bir xil pez etdi bu naqshini. Ağinamdan balsa demeğin şıkılır. Baş xildiki naqshlardim hammasini etalaysa gap yo'q. Ha, eli balası o sen degan pishib ondan man naqshlarga o'tsa. Ya yaxshi o'rindading. Ondan sonra ben özüm minut nurg'uninglar dutal tonilgan deysizlar. Men san'atga qadam qo'yganda gitar chaldim men. Tunji mening. Men 86-yili gitarimning sadosi deb bitta chiqarganman. 86-yili. Shu vaqtda men gitar chaldim. Keyin ondan dutaga o'tgan. Shunga gitar desam men o'zimni bosolmayman-chu. Shunga hamda seni yaxshi ko'rib ekan, naqshangni gitaringni yaxshi ko'rib o'rildim. Rahmat. Jalal'ın grupsuz Subatma bir inimiz Jalal'ın aksine eğitti. Kuduz. Şununla gitarsın çeppedi abay. Sen de gılpal köydük. Şu kılı gencoga. Şu tekstin mezmunu var mı? Şikayetim tekstin mezmunu örüp aldım ya da. Kırıp ketken de bu. Şuna memesma. Hayacanlanıp gittim. Şahsen bizden grupa kep kalsak mı senge? Sen biz çokum çıkışıp gideyleydikenmiz dep oyladım ben gerçi men kichik olsam mı hechkimiz chiqishib ketayotganmiz bizdiki har qanday naqshini sen qo'lingga gitarni olamsan yo nimani olsang qilib quruq eshitsangmi bizdiki naqshlasanga 100% keyiningda yugurib mangadigan naqshlar ekan shunga seni tabriklayman Zoir akam Ömercan muallim sana o'rildik qag'in hamda Zoir akamning bir ikki qiz kechilik qilib bermayli qapqaz meni qishimga yenib kel Arafat naqshi shunda pez bo'ldi. Rahmat. Men oxirigacha anglab, eng oxirida kirma deb o'tirib ketdim. Shunga eng oxirida o'rildim. Ovozining tusi bo'lsin, alayidligi ajoyib pezi. Biz o'ylayotgan ovoz tusidagi naqshchilarning birisan. Shunlashqa mening gruppamga kirsangmi cho'qim Abay Hoca degandek, Ömer kam degandek biz cho'qim yaxshi yetaklab ketalaymiz. Qarshilama. Rahmat. Agar bizga bu fursat bo'lgan bo'lsa, bizmi o'rlatdik. Ovoz bek muqimki. Agar amal qila olsangiz bizning guruhimizga kirishingizni qizg'in qarshi olamiz. Amal qilasınız da qo'y. Bu Arafat biz G'o'ljida tanishimiz, G'o'ljida ko'p chang'izildi, ancha-muncha bir yerda ishlagan degandek uzoq yillik san'atga tarixi va pishqan naqshchi. Chang'izda shu pulni chiq topma deb ikki chang'iz ortib qo'yib, qani put qoldi buni. Lekin bek chiroyli bek tez o'rnab bani buradan mashta ovozi lekin haqiqatan pishqan naqshchi. Qaysinglar ilib olsanglar bizga ham fursat bo'lmay qoldi-ku. Qolgan bizning ustozlar qaysinglar ilib olsanglar chiqib cho'qim Talinglar keldi. Aldı bilan naqshamni yaxshi ko'rib, chavaqlanib bergan shunaqlar men uchun o'rindiq aylandigan ustozlarga rahmatimni aytaman. Naqshining mishaga chiqib aytganning o'zi bayam deyishgandek shunchalik bir cho'ng uftiq-ku hamda. Hozir kimni tanlash masalasida hozir men rost gapni desam shunda tangir qaplanib qoldi. Meni hamda maqsadim kelib oldi bilan naqshini bir yaxshi aytgandan keyin uningdan keyingisiga şundan qarta ahvol qarta qilamiz deb o'ylagan. Shundan men ko'nglimga pukib kelgan ustozim bor edi. Oxirgi tanlashim narat. Her ailege söygü tarat. Adaş etkençe yaxshi ko'ramsan? Yaxshi ko'rmasan-chi? Oo, ishmisam turolmayman etkençayni. Qulchilik degan zodi etkencha ishimiz. Amal yo'q adaş. Biz shu etkenchimizni naratning sapsutiri bilan ishlayapmiz. Mana buni sana tavsiya qilaman. Narat Zoircha ko'ribsiz. İpek yıldız sadası, süngü duyup şivrası, kuş havasla seylası. İpek yıldız sadası, İpek yıldız. Növbette 2301 numaralık Mahir meydana çıksın.
Yaxshimizlar, ikromli ko'ruvchi do'stlar. Men 8-qara Narat İpek Usatasi programmasining mayri Abdurayim Ali bo'laman. Yığa to'lgan seni ko'rgan ko'zimda bir hasrat tomchib turar so'zimda qaydin topay billi kulgan kulkilar na xushallik rengi yo'q yuzimda Yığa to'lgan seni ko'rgan ko'zimda bir hasrat tomchib turar so'zimda qaydin topay billi kulgan kulkilar Xuşallık rengi yok yüzümde Kuygan bölek muhabbet küngen bölek Bu sevdalık şu acek küdek Görset didar sığıngandı hanımge Oh sensiz gırbanı kaldı bu yürek Kuygan bölek muhabbet küngen bölek Bu sevdalık şu acek heyet küdek Görset didar sığıngandı hanemge Oh sensiz gırbanı kaldı bu yürek Erkilemde. İdim bir piyala sen bilen tuldum Hatta ki ahırgıca ütmekçi buldum Yürekte şarılan bir armağan idim Ne üçün beni bu alamda koydum İdim bir piyala sen bilen tuldum Hatta ki ahırgıca ütmekçi buldum Yürekte şarılan bir armağan idim Ne üçün beni bu alamda koydum Kuygan bülek muhabbet küngen bülek Bu sevdalık şu acek yayet küdek Görset didar sığıngandı hanemge Oh sensiz kırbanı kaldı bu yürek Kuygan bülek muhabbet küngen bülek Bu sevdalık şu acek yayet küdek Görset didar sığıngandı hanemge Oh sensiz gırbanı kaldı bu yürek Kuygan bülek Küngen bülek Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat sütçülük cheklik mas'uliyat şirkati Narat Sapsuti mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimizlar, hurmatli bog'lovchi ustozlar. Men Xotan Qaraqosh nahiyasidan kelgan Abdurayim Ali bo'laman. Qandaqa obdan tunozma? Zayıkan bilen bir yerlik kezdim. Bilakma. Biz neyden? Yükem su nilik qop qaldı. Biz neyden bakma? O'xshash ya. Men onunmu neydim? Sen öğilmegelini gipini anlama. Xo'sh, G'oji birinchi ulab o'rildi, G'ojining gapini anglaydi. Zahirkam ikkimiz bir-birimizga shariat qilib, jiraki berib kelaylik desam, avjisini anglaylik dedi. Mağa deb avjisini anglab, avjisining ikkinchi qaytarimizda akkam desam, vashida jitildi ham. Shundami?
U jetishmi, saviylik jetish bo'ldi Endi lekin. shu jitdim deb jit qilolmaydi. Lekin sen uni jitqin yo'q de shunda pakit chiqarmayapti. Ammo sen tentirab ketding. Hech nima bo'lmaydi. Bodo sana biz mayli meniki kel yoki Zoirkamniki kel. Seni jitmaydigan, o'zing to'xtalib, naqshga qanday, hechimiz qanday muomala qildigan, kuyni qanday bektirgan ishlarni mana her ikkili guruhidagi akalarning sana o'rgatalaydi. Endi Zoirkamning qiz gapini anglagandan keyin sening vaqtlanmasliging uchun yurgim demoq qilaman. Avval naqshanga rahmat. Shunda peyzi bir naqshi bo'ldi. Endi bu sahna odatdagi sahna bo'lmagandiki, unchalik egiz pastliklar bo'ladi. U normal ahvol. Uni biz o'ngshimay nima ish qilamiz? Başqa jihatlarda so'yiq ovozing deymiz, tusi deymiz, puraqlar deymiz. Masala yo'q. Shaxsan menga bak yaradi. Shaxsan menga bak yaradi. O qolgan masalalarni mayli g'uji bo'lsin, mayli biz bo'layli, o'ngshab ketgili bo'ladi. Masala yo'q balla. Payzesizlar. Men naqshi bek chiroyli naqsha. Bu 2 yil oldu bu naqshaga. Acayip moda olgan naqsha. Bular yoshlarning orasida. To'g'ri. Yoshlar bek yoqib, Dilyar Vahoblar aytib nurg'a uyalni qo'yib etgan bu naqshlar. Bu mayirimiz yomon uduqib ketdi. Shu. Bo'lmasa haqiqatan yaxshi aytgan naqshini. Shu bo'lmagan kichikkina uduqish jihatdagi masalalarni hal qilsak, ama qolgan masala emaskan. Anda desa Zamira Group deb shirketmay adım to'shaq. Biz ham yo'qmi? Amal qilib biznikiga yenib kiring. Rahmat unda bo'lsin, shu ustozlarga bergan bahası, men o'zim xush oldum. Men o'sha meshaga chiqishga maqsadim, shu ustozlarningki bahasini elib, o'zim taxim bir mushkaslikda taraqqiy qildirishni o'ylagan. Shunda yaxshi bo'ldi. O'sha ikra orqali, o'sha meni kichikimdan boshlab o'sha muzika sohasida qo'llab kelayotgan ota-onamga hamda o'sha do'st birodarlarimga hammalarga o'sha ikra orqali rahmatimni bildirib olgan bo'lsam. Oxirgi qarorim bo'lsa, Narat Vaqt ko'z qarshingga kelmadi. Adash uni bir demagan ko'dongman men sutni. Naratning sabsutlari. Buni amma yo'qlaymiz deb izlab qo'ydimki bozorlarda shunda o't qattiq topamadim. Buni sog' salamlar bek muvofiq dedi. Ha. Men buni da bir nima qo'ysam bo'lib ketadi. Sen buni ilib oldingmi adash? Men buni ilib olgan bittalar. Jiramda? Mahmat. Narat o cemaat korporasyonu ustoz gruppasi. Gel. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mahirning nömrü 2342. Hay do'stlar, yaxshimsizlar? Men bu qitimliq 8-qarorliq Narat İpek Yo'l sadasining mahiri Filura bo'lman. Bu qitimliq musobaqa qatnashishdagi maqsadim o'zimning ortiqchiligimni texim joriy qildirish. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's burning me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sound me out and I'll let you ship it. See how I'll live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's burning me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it on. The scars of your love that leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I
The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love that leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and to play it to the beat, we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and to play it with a beating. Throw your foe through every open door. Count your blessings to find what to look for. Turn my sorrow into treasured gold. You play me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. Yeah. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and to play it to the beat, we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and to play it, to play it, to play it, to play it to the beat. Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Çeklik Mas'uliyet şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Bu vay ma bu kızımızın beden çıray turqi ma naqshib acayip tushibdi. Bir xil sabiy o'maq ha o'zimizning qiz emasmi? Mazmunim yaxshi kelgan bu naqshning. Ha, ben tushundim Men shunda. ta'sirlanib yig'lab ketdim. Mana tekstin bek yaxshi yezibdi. Lirik. Kechalari osmonda oy voy degan naqsh. Salam hörmətli ustozlar. Naq maydandakı görülmələr, aqədlər hamılarına xoş vaxt xeyirli olsun. Mən Gulcu qızı Filorədən sizlərə ali ehtiram. Vay. Aslında bu yıl İpek Yılı sadasında golcülük gitse koptuk ya. Golcuyla börtalada da. Kelip gitip cümle yaşadılar mı kıldıklarımızı? Sağ olun, nakşı aytamsız ya başka nakşlarını aytamsız? Başqa naqşlarını aytdim mən. Bu yıl qancha yosh kirdingiz? Siz 21. Qaysi maktabda o'qiysiz? Hazır oxuyotgan məktəbim Zhejiang Jiao Tong Daxue. Kəsbim 人力资源管理专业. Bu umaq singlimning o'zining bir o'ylagan adam bor bo'lishi mumkin. Meni qo'shishingizim kelgansiz. Yaqında. Nakşine yaxşı ettiniz. Beşi de azırak udarga kiremege yaba. Es kıldınız mı? Es kıldınız. Anandikin avazınız pendiketke yaba. Onu mes kıldınız. O siz bu severlikle köpünçü nakşıla müstesna bulanmaydı. Ama lekin bugün nakşine şunda yaxşı itip ediniz. Bugün Ömer Kamne men keyinli qilib o'tgan diqqat qilmagandilar besib etdim. Chunki sizga bir rag'bat bo'lsin dedim. Chunki 21 yoshga kirgan qiz bolaninki mushagi kelib, mushu sahnada mushuncha bola kuchlik mayirlarga jang e'lon qilishi u oddiy ish emas. Bir olqish beramiz mushaga. Shunlashqa Ömer Kam bilan ikkimiz sizni rag'batlantirish yuzisidan o'rildik. Gapni ochiq demasak bo'lmaydi. To'g'ri. Özünüz toxtulab, deydigan gaplarınızı develib, tallang birini. Mən aldı bilən muş fürsətdən paylanıb məni həm ana, həm dada bulub men çoğunqan tərbiyələyən apamğa çin dilimdə rəhmət edirəm. Yaxşı. Əslində mən bu səhnəyə çıxışdan burun mən oylamagandım ki, mən kimni tanlashni o'ylamagan. Muş səhnə durub, mən özümün muş naxşini bir vayğa yetkizib bir itibağını bir çoğun mədət bo'latdi. O'ylamagan edim, ustozlar mening naqshamni yoqtirib,
azroq bir kamchilik tushunchalar bo'lsinmi, meni qabul qilib qig'iniga chin dilimdan rahmat aytaman. Adilada sizning naqshingizni bek yaxshi ko'raman, ham sizning mushu fingaringizni bek alayda bilib, alayda o'rganaman o'zimcha, o'zim o'rgangan. Aslida mushu texnik sizning naqshingizni chiqmoqchi bo'lgandim, lekin ustozlarning bir fikrlari bilan hamda o'zimning iliqi kasbim bo'yicha mushu naqshni olib chiqdim. Bu da qitim sizning naqshingizni aytay, hamda meni oxirgi tanlashim Narat. Narat. Her ailege söygü tarat. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Chekli mas'uliyat şirkati Narat Sapsuti mahirlarga omad tilaydi. Narat Zahir Şarkıbisi. İpek yolu sadası, suyunun çiğnası, kuşlamazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunun yok çiğnası. Salam ustozlar, salam ko'rurmanlar. Narat Zahir Shah Ablimit ustoz gruppasining mahir sani to'shdi. Vaqtincha mahir tanlayolmaydi. Boshqa ustozlar gruppasining mahir sani to'shqicha saqlaymiz. Andin barliq ustozlarning mahir sani to'shqandan keyin birlikda pekini boshlaymiz. Musobaqamiz davomlashadi. Narat Zahir Shah Ustaz Gruppası talanğa mayırlar bolsa, Örkeş Rusul, Muradıl Muhammed, Arafat Abla, Azmet Erkin, Hayır Hayrullah, Ümit Kurban, Güldiyar Mehmet Dursun, Ildar Ekram, Bahtiyar Dolkun, Şükran Nebi, Erpat Abdücelil, Filore Tursuncan, İpek yolu sadası, suyunun yok çiğnası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunun yok çiğnası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suyunun yok çiğnası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suyunun yok çiğnası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası.
ipek yolida jaranglaydı qo'ng'urak Giderken